Всем привет! Hammaga salom. Mexaluxdagi yuraman. Мы сегодня гость. Biznikiga bugun mehmon keldi. Bu mehmonimiz Gonkonglik ustoz Shifu. Bu ustozimizni butun dunyo bo'yicha eng yaxshi shubalar dizayneri sifatida tanishadi. Mr. Yu, siz birinchi marta O'zbekistonga tashrif buyurdingiz. Taassurotlar qanaqa? Juda ham chiroyli shahar va odamlari ham xuddi shahardek go'zal. Shahar ham, odamlari ham yaxshi. To'g'ri, qo'shilaman. Iltimos! Iltimos! Gonkongdan O'zbekistongacha taxminan 10,000 kilometr faqat Mexaluxni ko'rish uchun tashrif buyurdingiz, shundaymi? Mana demak bir necha kundan beri Toshkent va Samarqandda joylashgan shuba do'konlarimni kuzatyapsiz. Nima deb o'ylaysiz, O'zbekistonga yana qanday yangiliklar, yangi modellar va yangi qaysi trenddagi modalar kerak bo'ladi? Mehmon baribir bo'sh qo'l bilan kelmaydi. Men ham bo'sh qo'l bilan kelganim yo'q. Gonkongdagi eng so'nggi dizayndagi, eng so'nggi modeldagi shubalarni o'zim bilan olib kelganman. Dizaynlarni ustida shaxsan o'zingiz ishlaganmisiz? Ha, ularni ustida shaxsan o'zim ishlaganman va hozir bir nechtalarini o'zim bilan olib kelganman. Keling, unda hozir gapni cho'zmasdan butun dunyoda trendga aylangan modellarni o'z ko'zimiz bilan ko'ramiz. Mr. Yu, yangi aytgan modellaringiz mana shularmi? Mana qarshingizda umuman bo'yalmagan nikrashni naturalniy bo'lgan qora brilliant. Rospis yoqasi esa haqiqiy sobel. Keyingi modelimizga esa juda ham katta yoqa qo'yganmiz. Shuning uchun ham uni ko'rinishi juda ham bagati bo'lgan. Bu haqiqiy finskiy mexdan bo'lgan va unga 10 yil, 20 yil umuman hech narsa qilmaydi. Rangi ham tabiiy. Navbatdagi modelni tikish juda ham qiyin. Finskiy mex, naturalniy rang. Bu modelni tikish juda ham qiyin. Bu modelni har doim biz faqat qo'lda tiktiramiz. Asosan meni barcha modellarim qo'lda tikiladi. Chunki qanchalar qo'lda tikilsa, shunchalar unga ishonch ko'proq bo'ladi. Hattoki ichini ochib ko'rsatishim mumkin. Qo'l mehnati juda ham qadrli, chunki ular umuman nuqsonsiz bo'ladi. Mana bu hoshiyalarni aniq va tiniqligiga ahamiyat bering. Bu modelim Italiya va Amerikada juda ham ommabop va mashhurlikka erishgan modelim hisoblanadi. Hozirgi kunda sobel yoqalar dunyo bo'yicha eng oldi modalarda turadi, chunki bu yoqalar hech qachon modasini o'zgartirmaydi. Bu modelimiz ham umuman nikrashni aynan shu rangdagi hayvonlar terisidan yasalgan. Eng qizig'i, sizlarda bu rangi jigarrang yoki kofe rang yoki ochroq qandaydir jigarrang deyishadi, lekin asli buni haqiqiy nomi yo'q. Shunchaki sobel rang deyiladi xolos. Mana demak, qarshingizda dunyo tan olgan dizayn